Rostdan ham bu judayam achchiq haqiqat. Uncha odam da deb tan ololmaydi, lekin men tan olaman. Bilasizlarmi, biz qachon Allohga murojaat qilamiz, Alloh deb qolamiz burchakka qadalganimizda. Birorta muammolar tiqilib unga yechim topa olmay qolganda kimni quli ekanligimiz esimizga tushadi. Ungacha biza erimizning qulimiz. Chunki eringiz nima desa o'shani qilasiz, eringizni ko'ngliga qaraysiz, o'zingizni gohida, o'zimizni gohida unutib qo'yamiz, чтобы uni ko'nglini olish uchun, чтобы uni sevgisiga loyiq bo'lish kerak deyish uchun. Rahbarlarni-ku gapirmayman, mana davlat ishida va ishda ishlayotganlar, извините, desa hamma narsa chetga yig'ishtiriladi, desa ish mumkin emas ishda deymiz. To'g'rimi? Achchiq haqiqat. Plus pul. Men doim aytaman, yo'q, pul muhim emas, men pulni qul emasman deydigan odamlar bor. Men aytaman, bor butingni o'zingni yeyotgan noninggacha даже yig'ishtirib qo'yib bir kishi qarz so'rasa berginda va u senga srok aytsin va o'sha srokni qaytara olmasin. Tiling bilmagan leksikonlar, yashirib yurgan leksikonlar chiqadi tildan. Shunday bir bo'y oladiki, haligi odam o'ziga ko'p narsani haligi позволить qilib yuboradi, o'zini kimdek tutadi. O'zini bir haligi begunoh, lekin uni iflos, gunohkor va uni qarg'anishini ko'ringlar. Xudoga soldim, Allohdan olaman. Alloh, voy. Endi savol, bular kimni quli? To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun zo'r gap bor, haqiqatan musulmon bo'lish bu nom bilan qolib ketgan. Inson bo'lish nom bilan qolib ketgan. Haligi Nilufar Usmonovani bitta klipi bor, Odamlar degan klipida maskala kiyib o'tiradi. Keyin oxirida Nilufar Usmonova uyiga kelib, o'zi ham maska kiyishga majbur bo'ladi. Bu dunyoni, bu hayotni qonuni deb o'zimizga утешение beramiz, to'g'rimi? O'zimizga taskin beramiz. Ayniqsa mana hozir ro'za oyi turibdi. Ro'za oyida ro'za tutmaslikka shuncha sabab bor. Ya'ni tutish uchun sabab qidirilmaydi, tutmaslik uchun sabab qidiriladi. Kecha bitta qiz zo'r kontent aytib chiqibdi, ehson qilish kerak bo'lsa, yonimizdagi eng mayda pulni beriladi. Mana cho'ntagingizdan bitta yana bitta zo'r narsa bor, lo'li kelib qolsa, lo'liga ehson qilinmaydi. Ular sandanda boy deyshadi. Ehsonni odam Alloh